Assalomu alaykum. Mening ismim Barmoqxon. Men shu Global Trend kompaniyasi uchun yaratilgan nano balzamlaridan opamni davolayapman. Opamda suyak yemirilish bor edi. Keyin o'sha suyak yemirilgan joyda operatsiya qilib suyagini oldirilgan. O'sha uyda baribir yemirilish boshlanyapti. U yerda yana o'sma ham paydo bo'lgan. Doktorlar uni olib keyin u o'smani eng yomon turi ekan, xullas urg'ochisi degan doktorlar. Opam hozir yana u o'smasi yana qayta o'syapti ekan. Meditsina ojiz qolgan paytda shu mahsulot haqida eshitib qoldik. Shu nano balzamlari haqida eshitib qoldik. Opamga ichkizyapmiz. Mana 3 kurs ichdi. Doktorlar umuman endi nima yo'q, najot yo'q deyishganida, Allohga shukr, mana 3 kurs ichyapti. Bahorga ham chiqishi dargumon deyishganida, Allohga shukr, mana ko'klamni ko'rdi. Ancha xursand, oilasi ham xursand. Opam ham kundan kunga kayfiyatlari ham zo'r bo'lib boryapti. Hattoki mana o'tirishlarga, dugonalarim o'tirishlarga ham bordi. Mana sumalakdek qandashama u yerga ham bordi, kayfiyatlari zo'r. O'sha hassasiz ikkita qo'ltiq tayyorda yurar edi. Mana hassasiz bir-ikki qadam bosishni boshladi. Kecha juda xursand bo'ldik bu natijadan. Men bu balzamlardan juda xursandman, Global Trend kompaniyasidan. Shu balzamlarni 3 kurs ichdi. Rahmat. Mana endi